Yaar, I'm trying. Bro, it's comfortable. Comfortable. No, comfortable. Comfortable. Siz ham shunaqa talaffuz qilarmidingiz? To'g'risini ayting. Hozir bularni hammasini to'g'rilaymiz. Birinchisi comfortable emas, comfortable. Comfortable. Ortimdan qaytaring. Ikkinchisi aynan mana shu so'z juda ham ko'pchilikda eshitaman. Bu closes emas, please. Bu close. Close qilish kerak. Juda ham ko'pchilik qiladi bunda ham xato. Foreign. Hech qanaqa foreign yoki foreign emas. Foreign. Keyingisi men juda ham ko'p eshitadigan va eng yomon ko'radigan xatoyim bu talk, walk emas, please. L talaffuz qilmanglar. Talk, walk. Mana bu so'zlarni ham ko'pchilik bir xil talaffuz qiladi. Birinchisi bu birlikda this. Qisqa talaffuz qilasiz. Ikkinchisi esa these. Cho'ziqroq talaffuz qilishingiz kerak. Foydali bo'lgani aniq, videoga like bosib, shunaqa xato qiladigan tanishlaringizga hoziroq jo'natib qo'ying.